To'g'ri, sen qanaqa uyda katta bo'lgansan deb ko'pchilik so'raydi. Xuddi mana shu Loytomda yoshligim o'tgan katta bo'lganman. Akamni ham shu uydan olib chiqqanmiz, qabrga kuzatganmiz. Har doim shu ko'chani boshidan kirib kelishimda, mana shu ko'chani boshida kirib kelishimda mana ichimda bo'layotgan hissiyotni men tasavvur qilib bera olmayman. To'g'risi. Ko'p muddat bu joyda tura olmayman. Akam bo'lganda qas boshqacha bo'lardi. To'g'ri, menda hozir hammasi yaxshi, alhamdulillah. Bayroq ko'tardim, otamga mashina sovg'a qildim. Kistamda pulim bor. Muhudin akamda akam bor, Amirxon akamda akam bor. Menga tirgak bo'lib turibdilar. Yiqilganimda sirasi yana tikkaturda turib qo'yapti. Borlariga shukr. Lekin Oybek akamni, rahmatli akam juda ham sog'onaman. Kulib turgan joyimda ko'zimga yosh, mag'zum holatga keltirib qo'yadi. Men bu Loytomdan yoshligimdan katta bo'lgan, nima yeyotgan, nima kiyayotganimdan uyalmayman. Men harakatdan to'xtamayman. Hali men bu uyda xudo xolisa qasr qilaman. Inshaalloh qasr qilaman. Boriga shukr, alhamdulillah. Shu yoshligim o'tgan uy mana shu bo'ladi.